Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kuzgi ustama, ya'ni pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar. Qayta hisob-kitoblar va ayrim toifadagi pensionerlar uchun o'zgarishi mumkin bo'lgan summalar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik pul tushgandan keyingina nega menga kamroq tushdi? Nega qo'shnimga ko'proq qo'shildi? Men ham arza berishim kerakmidi? degan savollar bilan murojaat qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Ilgari qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa shunchaki ma'lumotlarni tekshirtirib qo'ysa kifoya. Iltimos, kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta o'tkazib yuborilgan tafsilot ham o'yma-o'y pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Avvalo, kuzgi ustama deganda nimani tushunish kerakligini aniqlab olaylik. Odamlar orasida bu ibora turlicha ishlatiladi. Kimdir pensiyalar oshirilishini nazarda tutadi. Kimdir kompensatsiya yoki qo'shimcha yordam pulini, yana kimdir qayta hisob-kitob natijasida pensiyaga qo'shiladigan summani tushunadi. Amalda esa pensioner uchun eng muhim narsa bitta oy oxirida karta yoki naqd shaklida qancha pul olishi va bu pul to'g'ri hisoblanganmi. Ilgari ko'p holatlarda pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin deyarli hech narsani tekshirtirmas edi. Pensiya bir marta hisoblangan, keyin indeksatsiya yoki oshirish bo'lsa, avtomatik qo'shilgan. Lekin hayotda hammasi bunchalik oddiy emas. Ish staji hujjatlarida xatolik bo'lishi mumkin. Arxivdan olingan ma'lumot kech kelishi mumkin. Nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, qaramog'idagi shaxslar, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik kabi omillar vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'proq ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni, ayrim qo'shimcha to'lovlar va qayta hisoblashlar avvalgidan tezroq ko'rinishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni, bazadagi bitta xato, familiyadagi farq, pasport ma'lumotidagi eski yozuv, ish joyi arxivining to'liq kiritilmagani pensiya summasiga ta'sir qilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 27 yil ko'ringan. 3 yil kichik narsa emas. Ayniqsa pensiya miqdori stajga, ish haq ko'rsatkichlariga yoki alohida imtiyozlarga bog'liq bo'lsa, bu farq oyiga sezilarli summa bo'lib qaytishi mumkin. Bir oyda 40 ming so'm, 20 ming so'm yoki 200 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda bu 20 million so'mdan oshib ketadi. Shuning uchun mening pensiyam tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa, pensiyasi yaqinda tayinlangan fuqarolar. Agar siz oxirgi 1-2 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, hujjatlaringiz qanday kiritilganini tekshirtirish foydali. Chunki pensiya tayinlash vaqtida ish stajining ayrim qismi tasdiqlanmagan bo'lishi, arxiv ma'lumoti keyinroq kelgan bo'lishi yoki ish haqqi haqidagi ma'lumot to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, opa 1990 yildan 2023 yilgacha turli joylarda ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda asosiy mehnat daftarchasi bor. Lekin 1995, 1998 yillardagi korxona yopilgan. Arxivdan ma'lumot kelmagani uchun o'sha davr vaqtincha hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan tasdiq kelsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Lekin bu holatda odam o'zi qiziqmasa, jarayon cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun o'sha 3 yil kiritildimi degan savolni berish kerak. Ikkinchi toifa ishlovchi pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu yerda muhim savol tug'iladi. Ishlash davomida to'langan badallar, rasmiy ish haqi va yangi ma'lumotlar pensiyaga qanday ta'sir qiladi? Har bir holatda avtomatik tarzda katta oshish bo'ladi deb kutish noto'g'ri. Lekin ayrim vaziyatlarda qayta hisoblash, ma'lumotlarni yangilash yoki huquqiy asos bo'lsa, qo'shimcha summa chiqishi mumkin. Eng muhimi, ish rasmiy bo'lishi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bazada ko'rinishi kerak. Masalan, aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil qorovul bo'lib ishladi. Lekin ish beruvchi uni rasman yarim stavkada ko'rsatdi. Aka esa men to'liq kun ishladim, demak pensiyam ham ko'proq bo'ladi deb o'ylaydi. Bu yerda his-tuyg'u emas, hujjat muhim. Bazada qancha ish haqi va qanday bandlik ko'ringan bo'lsa, hisob-kitob shunga qaraydi.
Shuning uchun ishlovchi pensionerlar ish beruvchidan rasmiy ma'lumotlarni tekshirtirishi, mehnat shartnomasi va to'lovlar qonuniy yuritilayotganini bilishi kerak. Uchinchi toifa. Nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar. Bu yerda ustamalar, imtiyozlar yoki alohida to'lovlar masalasi juda nozik. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilangan bo'lsa, muddali yoki muddatsiz belgilangan bo'lsa, bularning hammasi pensiya yoki nafaqa summasiga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odamda hujjat bor, lekin u tegishli organga yetkazilmagan yoki bazaga kiritilmagan bo'ladi. Oddiy misol. Bir pensioner onaxonning sog'lig'i yomonlashgan, unga alohida parvarish zarurligi bo'yicha xulosa berilgan. Oila esa shifokor qog'oz berdi, endi o'zi qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa qog'ozni kerakli joyga topshirish, ariza berish, shaxsan tasdiqlovchi hujjatlar va tibbiy xulosani taqdim etish kerak bo'lishi mumkin. Natijada 3 oy, 6 oy vaqt o'tadi. Oila esa olish mumkin bo'lgan pulni kechiktiradi. 4-toifa. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchilar. Bu holatda oila tarkibi, o'qish holati, yosh chegarasi, nikoh, ishga kirish, farzandning kunduzgi ta'limda o'qish kabi omillar muhim bo'ladi. Masalan, talaba farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin esa odam nega pul kelmadi deb so'raydi. Sabab oddiy, tizimda tasdiq yetishmagan. 5-toifa, yolg'iz yashovchi yoki farzandlari boshqa hududda bo'lgan pensionerlar. Bunday fuqarolar ko'pincha hujjat ishlari bilan shug'ullanishga qiynaladi. Ular telefon orqali aytilgan gapga ishonib qoladi. Navbatga borishdan qo'rqadi yoki men baribir tushunmayman deb huquqlarini tekshirtirmaydi. Men aynan shu toifadagi insonlarga alohida aytaman. Pensiyangizni tekshirtirish uyat emas, ortiqcha ish emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Qayta hisoblash natijasida unga 100.000 so'm qo'shimcha chiqsa, ko'pchilik 100.000 katta pul emas deyishi mumkin. Lekin bu har oy 1 yilda 1.200.000 so'm, 2 yilda 2.700.000 so'm. Agar oldingi davr uchun ham qayta hisoblash asosli bo'lsa, yana alohida to'lov chiqishi mumkin. Demak, kichik ko'ringan farq uzoq muddatda katta ahamiyatga ega. Yana bir misol. Pensioner ayol 25 yil ish staji bilan pensiya olmoqda. Keyin ma'lum bo'ladiki, 5 yil bolalar bog'chasida ishlagan davri mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan, korxona nomi o'zgargani sababli tasdiq kiritilmagan. Agar arxivdan ma'lumot olinib, staj o'tdim yil deb tan olinsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar eski daftarchadagi har bir yozuv avtomatik to'g'ri qabul qilinadi deb o'ylaydi. Yo'q, ayrim yozuvlar tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Yana bir vaziyat. Pensionerning bank kartasiga pul tushadi. Lekin u summani hech qachon solishtirmaydi. Taxminan shu atrofida tushadi deb yuradi. Aslida esa pensiya, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, qarzdorlik ushlab qolish, bank xizmati yoki boshqa sabablar bo'yicha tushum farq qilishi mumkin. Har oy tushgan summani yozib borish juda foydali. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan sana, summa izoh. Keyin savol tug'ilganda sizda aniq ma'lumot bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi nozik jihat. Hamma pensionerlarga bir xil ustama qo'shiladigan tasavvur noto'g'ri. Pensiya tizimida odamning yoshi, staji, pensiya turi, nogironlik holati, ish faoliyati, oila tarkibi, ilgari hisobga olingan ma'lumotlari turlicha bo'ladi. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham, biri ko'proq, biri kamroq olishi mumkin. Bu har doim adolatsizlik degani emas, ba'zan hisob-kitob asoslari boshqacha bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki aytilgan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Mahallada aytishdi, qo'shnim oldi, telefon qilgan odam shunday dedi degan gaplar bilan ish bitmaydi. Sizga kerak bo'ladigani ariza nusxasi qabul qilingan sana. Mas'ul tashkilot nomi, ma'lumotnoma, pensiya hisob-kitobi bo'yicha tushuntirish. Agar siz biror organga murojaat qilsangiz, murojaatingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki hujjatni so'rang. Uchinchi nozik jihat. Eski pasport ma'lumotlari va yangi ID karta ma'lumotlari mos kelmasligi. Ba'zan familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki lotin kiril yozuvidagi farq sabab tizimda ma'lumotlar bog'lanmay qoladi. Masalan,
Mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, yangi hujjatda Abdullayeva deb turibdi. Bu kichik farqdek ko'rinadi, lekin arxiv qidiruvda yoki bazalarni solishtirishda muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, pensioner vafot etganidan keyingi to'lovlar va oilaning huquqlari. Bu mavzu og'ir, lekin amaliy jihatdan muhim. Vafot etgan pensionerning oxirgi oy pensiyasi, o'linmay qolgan summa, dafn puli yoki boshqa tegishli to'lovlar bo'yicha oila a'zolari aniq tartibni bilishi kerak. Ko'p odamlar vaqt o'tkazib yuboradi yoki qaysi hujjat bilan qayerga borishni bilmaydi. Natijada qonuniy pulni olish cho'ziladi. Bu holatda o'lim haqidagi guvohnoma, meros yoki yaqin qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. 5-nozik jihat, ortiqcha to'langan pullar keyin ushlab qolinishi mumkin. Davlat ko'proq tashlabdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar tizimdagi xato, noto'g'ri ma'lumot yoki vaqtida xabar qilinmagan o'zgarish sabab ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, keyinchalik undan ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olgan talaba o'qishni tashlagan, lekin bu haqda xabar berilmagan. To'lov davom etgan. Keyin aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun ma'lumot o'zgarsa, yashirmaslik kerak. Bank kartasi va naqd pul olish tartibi. Ba'zi pensionerlar karta orqali oladi, ba'zilari naqd shaklda. Karta bo'yicha pul tushgan vaqt SMS xabarnoma. Bank ilovasidagi ko'rinish va haqiqiy hisob qoldig'i o'rtasida kechikish bo'lishi mumkin. Agar pul kelmagandek ko'rinsa, avval bankdan aniqlang, keyin pensiya organiga murojaat qiling. Chunki muammo ba'zan pensiya hisobida emas. Bankdagi texnik kechikishda bo'ladi. Lekin bu holat takrorlansa, albatta yozma murojaat qiling. 7-nozik jihat, hammasi avtomatik bo'ladi degan xato ishonch. Ko'p jarayonlar elektronlashmoqda. Lekin elektron tizim ham mavjud ma'lumotga tayanadi. Agar ma'lumot bazada yo'q bo'lsa, noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, avtomatik tizim sizning foydangizga o'zi izlab topib bermasligi mumkin. Shuning uchun pensioner yoki uning yaqinlari hujjatlarni tartibga solishi, savol berishi, tekshirishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oyda olgan pensiya summangizni yozib chiqing. Agar bank kartasiga tutsa, bank ilovasidan yoki SMSlardan summalarni ko'ring. Agar naqd olsangiz, kvitansiya yoki berilgan summani daftarga yozing. Sizda aniq raqamlar bo'lmasa, menga kam tushyapti degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har bir tur bo'yicha qo'shimcha to'lovlar, tekshiruv tartibi va hujjatlar farq qiladi. Ko'p odamlar o'z to'lovining aniq nomini bilmaydi. Pensiya olaman deydi, lekin aslida nafaqa bo'lishi mumkin. Bu farq hisob-kitobda katta ahamiyatga ega. 3-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi. Ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni bitta papkaga solib qo'ying. Asl nusxalar alohida tursin. 4-qadam, yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozishingiz mumkin: mening pensiyam miqdori va unga qo'llanishi mumkin bo'lgan ustamalar, qayta hisoblash asoslari hamda ish stajim to'liq hisobga olingan-olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Bu gap oddiy, lekin aniq. Siz mojaroga bormayapsiz. Siz tekshiruv va tushuntirish so'rayapsiz. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala oddiy bo'lsa, xodim tushuntirib beradi. Lekin sizda shubha bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda sabablar ko'rsatiladi. Qaysi davr hisobga olingan, qaysi hujjat yetishmayapti, qayta hisoblashga asos bormi yoki yo'q. Keyin sizda keyingi qadam uchun asos bo'ladi. 6-qadam. Ish stajidagi bo'sh joylarni tekshiring. Mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, korxona muhri, buyruq raqam, lavozim nomi bor yo'qligini ko'ring. Agar korxona yopilgan bo'lsa,
arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotida ish davri, lavozim, ish haqi yoki buyruq asoslari ko'rsatiladi. Bu ma'lumot pensiya uchun muhim bo'lishi mumkin. 7-qadam. Agar nogironlik yoki sog'liq holati bo'yicha hujjat yangilangan bo'lsa, uni darhol topshiring. Ko'p odamlar tibbiy xulosa oladi, keyin uyda saqlab qo'yadi. Hujjat tizimga kiritilmasa, qo'shimcha to'lov yoki o'zgarish aks etmasligi mumkin. Ayniqsa muddatli xulosalarda muddat tugashidan oldin yangilash juda muhim. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta tekshiruv talab qilinishi mumkin. 8-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali takliflarga ishonmang. Pensiyangizga ustama chiqarib beramiz, karta raqamingizni ayting, SMS kodni yuboring degan gaplar xavfli. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan SMS kod, bank karta paroli yoki to'liq karta ma'lumotlarini so'ramasligi kerak. Pensionerlar aynan shunday mavzularda aldov qurboniga aylanishi mumkin. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol yaqinlaringizga ayting yoki rasmiy raqamlar orqali tekshiring. 9-qadam. Oila a'zolari pensionerga yordam bersin. Farzandlar va nevaralarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasi o'zi tushib turibdi deb befarq bo'lmang. Bir marta birga borib, hujjatlarni ko'rib, hisob-kitobni tushunib oling. Ba'zan katta yoshdagi inson navbatda savol berishga tortinadi. Hujjatdagi mayda farqni ko'rmaydi yoki xodim aytgan gapni eslab qola olmaydi. Sizning yordamingiz ularga real pul va xotirjamlik olib kelishi mumkin. 10-qadam. Hamma narsani yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz? Kim qabul qildi? Qanday hujjat topshirdingiz? Qanday javob oldingiz? Bu juda oddiy odat, lekin keyingi murojaatlarda katta yordam beradi. Agar hujjatingiz yo'qolsa yoki siz topshirmagansiz deyilsa, sizda sana va dalil bo'ladi. Yana bir amaliy masalani aytib o'taman. Agar sizning pensiyangiz qo'shningiznikidan kam bo'lsa, birinchi navbatda rashk yoki xafa bo'lish emas. Sababini aniqlash kerak. Uning staji ko'proq bo'lishi mumkin. Ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi yoki qo'shimcha imtiyozi bor bo'lishi mumkin. Siz esa o'zingizning hisob-kitobingizni tekshirtiring. Maqsad boshqaning pulini so'lishtirish emas. O'zingizga tegishlisi to'liq berilayotganini bilish. Agar qayta hisoblash natijasida qo'shimcha pul chiqsa, u qachondan boshlab to'lanishi masalasi alohida tekshiriladi. Ba'zan ariza berilgan kundan, ba'zan huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zan esa hujjat tasdiqlangan davrdan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik juda muhim. Keyingi oy boraman, kuz o'tsin. Keyin ko'raman deyish bilan siz bir necha oylik farqni yo'qotishingiz mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, kuzgi ustama yoki pensiyadagi har qanday qo'shimcha o'zgarish hamma uchun bir xil ishlamaydi. Kimdir avtomatik bo'ladi, kimdir hujjat topshirishi kerak bo'ladi, kimdir esa avval staji yoki shaxsiy ma'lumotlaridagi xatoni to'g'rilashi kerak. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l summalarni yozib boring, hujjatlarni tartibga soling, pensiya turini aniqlang, rasmiy idoradan tekshiruv va yozma tushuntirish so'rang. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensionerning eng katta xatosi o'z huquqini tekshirtirmaslikdir. Sizning pensiyangiz, ustamangiz, qayta hisoblash imkoniyatingiz va hujjatlaringiz siz uchun muhim. Bugun bitta savol berish ertaga oyma-oy qo'shimcha pul olishga sabab bo'lishi mumkin. Endi sizdan so'rayman, sizda kuzgi ustama. Pensiya oshishi yoki qayta hisob-kitob bo'yicha qanday savollar bor? Izohlarda yozing, qaysi hududdansiz va qanday muammo bo'lyapti. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring.